Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Yo'l harakati qoidalarida test savollarini tahlil qilib chiqamiz. Birinchi belet, birinchi savol. Ushbu savolimizda qaysi avtomobil uchun bu belgilarning ta'sir oralig'ida to'xtashga ruxsat etiladi? E'tibor bersak, bu yerda to'xtash taqiqlanadi belgi bor. Uning ostidagi qo'shimcha axborot belgi esa nogironlar mustasno deyapti. Ya'ni nogiron taniqli belgisi bo'lgan transport vositalariga ushbu to'xtash taqiqlangan belgining daxli yo'q. Ya'ni ular to'xtasa bo'laveradi. Demak, to'xtashga ruxsat etiladi nogiron taniqli belgisi bo'lgan sariq avtomobilga. Ikkinchi savol. Qaysi yo'naltirgichlar bo'ylab harakatlanishga ruxsat etiladi? Demak, ushbu belgimizda harakatlanish to'g'riga deyapti. Bunda to'g'riga, o'ngga yondosh hududga harakatlanishga ruxsat etadi. Shuning uchun xo'p, A va G yo'nalishga harakatlanishga ruxsat etiladi. Uchinchi savolimiz. Tibbiyot hujjati va o't o'chirgichi bo'lmagan qanday transport vositalaridan foydalanish taqiqlanadi? Demak, birinchi javob faqat M1 toifali transport vositasi. Ikkinchi F2 faqat M2, M3, N1 toifali transport vositasi. F3 faqat N2, N3 toifali transport vositasi. Demak, ushbu transport vositalar barchasida tibbiyot hujjati va o't o'chirgichi bo'lishi shart. Ya'ni bularda bo'lmasa, demak, transport vositalar foydalanish taqiqlanadi. Demak, bu yerda barcha yuqoridagi ko'rsatilgan toifalar. Bu yerda M1 toifadagi transport vositalari yo'lovchi tashish uchun mo'ljallangan 4 g'ildirakka ega bo'lgan mexanik transport vositalari, ya'ni yengil avtomobillar. Xo'p, M2 o'rindiqlar soni 8 tadan 16 o'rindiqqacha bo'lgan mikroavtobuslar. M3 toifadagi transportlar bular xo'p, to'la vazni 5 tonnadan og'ir bo'lgan, o'rindiqlar soni 8 tadan ortiq bo'lgan barcha turdagi avtobuslar. N1 toifa bu 3,5 tonnadan kam bo'lgan yuk avtomobillari. Endi N2lar bular 3,5 tonnadan 12 tonnagacha bo'lgan yuk avtomobillari. N3 esa 12 tonnadan og'ir vaznli yuk avtomobillari hisoblanadi. Demak, ushbu transport vositalarida tibbiyot hujjati va o't o'chirgichi bo'lmasa foydalanish taqiqlanadi. Demak, to'g'ri javobimiz barcha yuqoridagi ko'rsatilgan toifa. To'rtinchi savol chorahadan birinchi bo'lib o'tadi. Endi e'tibor bersak, bu yerda tartibga soluvchi, svetofor, imtiyoz belgilari yo'q. Ya'ni o'ng qo'l qoidasiga amal qilinadi. Demak, bu yerda qaysi haydovchining o'ng qo'li bo'sh bo'lsa, o'sha avtomobil haydovchisi birinchi bo'lib harakatlanadi. Demak, bu yerda yashil avtomobil o'ng qo'li bo'sh, shuning uchun u birinchi bo'lib harakatlanadi. Bu chorahaga chiqib sariq avtomobilga yo'l berish shart emas, chunki sariq avtomobil chapga burish chorasi yoqqan. Demak, birinchi bo'lib yashil avtomobil o'tadi. Agar ushbu chorahada ikkinchi bo'lib desa, qizil avtomobil bilan ko'k bir vaqtda, oxirgi bo'lib sariq avtomobil. Demak, birinchi bo'lib yashil avtomobil haydovchisi harakatlanadi. 5-savol. Harakatlanish taqiqlangan tartibga soluvchining ushbu ishorasida oldi va uning orqa tomonidan harakat taqiqlanadi. Demak, oq avtomobil va xo'p, yashil avtomobilga harakat taqiqlanadi. O'ng yelka tomonidan rels transport vositalar chapga yurish mumkin emas. Demak, ko'k avtomobilga ham taqiqlanadi. Qizil va sariq avtomobillarga ruxsat etiladi. Demak, bu yerda harakat taqiqlangan ko'k, yashil va oq avtomobilga. Qaysi transport vositasining haydovchisi chorahadan birinchi bo'lib o'tadi? Demak, ushbu chorahada avtomobil va avtobus haydovchisiga svetofor asosiy yashil yongan. Shuning uchun ular birinchi bo'lib harakatlanadi. Tramvayda esa qo'shimcha tarmoq qizil bilan yonyapti. U birinchi bo'lib harakatlanish huquqini bermaydi. Demak, bu yerda birinchi bo'lib o'tadi avtomobil va avtobus haydovchisi. Keyingi savol. Shu joyda to'xtab turishga ruxsat etiladimi? Ushbu joyda to'xtab turishga ruxsat etiladi. Chunki o'rtada 1-3 parallel chiziq bor. Uni kesib o'tish mumkin emas. Va yuk avtomobil to'xtagan joyda ikkita tasma bor, bir yo'nalishda, boshqa transport vositalariga xalaqit bermaydi. Demak, ushbu holatda ruxsat etiladi. Lekin bundan boshqa barcha chorahalarda qatnov qismi kesishmasdi va unga 30 metrdan kam masofada to'xtash mumkin emas. Lekin ushbu holatda ruxsat etiladi.
8-chi savol. Haydovchi harakatlanishni boshlashdan oldin qanday amallarni bajarishi kerak? Demak, haydovchi harakatni boshlashdan oldin boshlanish xavfsiz bo'lishiga va harakatning boshqa ishtirokchilariga xalaqit bermasligiga ishonch hosil qilishi. 9-chi savol. Umurtqa pog'onasining ko'krak sohasi shikastlangan jabrlanuvchini transportda qanday tashish kerak? Qattiq taxtada orqasi bilan yotgan holda. F1 javob to'g'ri. 10-chi savol. Bunday taniqli belgisi bilan belgilanadigan transport vositasi. Demak, uzunligi yuk bilan yoki yuksiz 20 metrdan ortiq bo'lgan transport vositasi. 11-chi savol. Yoqilgan zarg'aldoq rangli yalt-yalt etuvchi chiroq mayoqcha harakatlanish uchun imtiyoz beradimi? Bu sariq zarg'aldoq maxsus transport vositalarida o'sha sariq va zarg'aldoq mayoqchalar yoqilgan bo'lsa, ular imtiyozga ega emas. Agar ko'k yoki qizil mayoqchalar yoki tovushli ishoralar yoqilgan bo'lsa, ular imtiyozga ega. Lekin zarg'aldoq yoki sariq rangli miltillovchi chiroqlar imtiyozga ega emas. Quyidagi belgilar qaysi yo'nalishlarda harakatlanishga ruxsat beradi? E'tibor bersak, bu yerda asosiy harakatlanishda taqiqlangan belgi, uning ostidagi qo'shimcha axborot belgisi ta'sir yo'nalishi, ya'ni harakatlanish taqiqlanadi chapga deyilyapti. Lekin savol desa ruxsat beradi, demak to'g'riga, o'ngga qayilib olishga ruxsat etadi. Mazkur chiziq nima haqida ogohlantiradi? Demak, ushbu chizig'imiz to'xtamasdan harakatlanish taqiqlangan belgisi bilan birga qo'llanilganda haydovchini to'xtash chizig'iga yaqinlashayotganligini bildiradi. Avtomagistralda quyidagilar taqiqlanadi. F1. Qayilib olish va ajratuvchi mintaqaning texnologik uzilish joylariga kirish taqiqlanadi. Orqaga harakatlanish taqiqlanadi. To'xtab turish joyi yoki dam olish joyi belgilari bo'lgan maxsus maydonchalardan tashqari joyda to'xtash mumkin emas. Demak, yuqoridagi barcha holatlar. 15-chi savol. Qaysi transport vositasi haydovchisi to'g'riga harakatlanish huquqiga ega? Tartibga soluvchining ushbu ishorasida o'ng yelka tomonidan kelgan, ya'ni yuk avtomobilga va orqa tomonidan kelgan avtobusga harakatlanish taqiqlanadi. Tartibga soluvchining ushbu ishorasida oldi tomonidan kelgan transport vositalariga faqat o'ngga harakatlanishga ruxsat etadi. Demak, savolda to'g'riga harakatlanish huquqiga ega faqat yengil avtomobil haydovchisiga ruxsat etiladi. Qaysi transport vositasining haydovchisi yo'l berishi kerak? Demak, bu yerda tramvay haydovchisi yo'l beradi, chunki qo'shimcha tarmoq qizil bilan yonyapti. Svetoforning qizil ishorasi bilan yongan qo'shimcha tarmoq birinchi bo'lib harakatlanish huquqini bermaydi. Demak, yo'l berishi kerak tramvay haydovchisi. Transport vositasi orqaga harakatlantirish paytida haydovchi qanday talablarni bajarishi kerak? Xo'p, demak, harakatning boshqa ishtirokchilariga xalaqit bermaslik, harakat xavfsizligini ta'minlash uchun zarur bo'lsa boshqa shaxslar yordamidan foydalanish. Ushbu javobimiz to'g'ri. Yo'lning qarama-qarshi harakat yo'nalishi tomoniga chiqish qachon taqiqlanadi? Demak, ikki tomonlama harakatli 4 yoki undan ko'p tasmali yo'llarda, ya'ni ikki tomonlama qarama-qarshi yo'llarda qarama-qarshiga o'tish mumkin emas. F1 javob to'g'ri. F2 ikki tomonlama harakatli qarama-qarshi yo'nalishdagi transport vositalari oqimlari ikkita uzluksiz chiziqlar bilan ajratilgan 4 ta tasmali yo'llarda. Demak, asosan ikkala javobda ham 4 va undan ortiq tasmali yo'llarda deyapti. Ya'ni bunday yo'llarda qarama-qarshiga o'tib harakatlanish mumkin emas. Keyingi savol. Qaysi holatda egri yo'lda harakatlanayotgan avtomobil turg'unligi ta'minlanadi? Demak, notekis yo'llarda avtomobil turg'unligi ta'minlanadi. Uzatma ulangan holatda. Keyingi savol. Qaysi shartlarda transport vositalaridan foydalanish taqiqlanadi? Demak, gidravlik tormoz tizimidan suyuqlik oqayotgan bo'lsa, demak F1 javob to'g'ri. Ishchi tormoz tizimi ishlamayotgan bo'lsa, foydalanish taqiqlanadi. F3 kompressor pnevmatik tormoz tizimida o'rnatilgan bosimni ta'minlay olmagan holatda. Demak, uchala nosozlikda ham transport vositalar foydalanish taqiqlanadi. Demak, ko'rsatilgan barcha holatlarida